Mana shu Erondagi hodisalarni orqa fonini gapirib beray sizlarga. Erondagi hodisalar Eronga to'g'ridan to'g'ri hujum qilish imkoniyati yo'q edi. Atrofda Suriya bor edi. Rossiya bilan quvvatlangan. Iroq bor edi. Rossiya bilan quvvatlangan. Shu davlatlar bor edi. Bu ikkita kuchli, o'sha yaqin sharqdagi kuchli musulmon davlatlarni zaiflashtirish uchun ichki taktikalar amalga oshirildi. İçki taktikalarda Suriyada qo'zg'olon paydo qilishdi. Jayshulxur degan bir armiya xizmatchilari ozodlik armiyasi deb jamoat tashkil qilishdi. Mavjud hukumatga, o'sha Bashar Asadga qarshi qo'zg'olon ko'tarishdi. Qo'zg'olonchilarning qo'liga qurol berishdi. Menimcha la'natlanganlar buni tashkil qilyapti. Shu qo'zg'olonchilarni qo'llab-quvvatlab, sizlar zo'rsizlar, agon deb. Qurol berishdi va Rossiya yordamga keldi. Eron yordamga keldi. Voy, bu bizni qal'amiz, bu yiqilsa keyingi hujum bizga degan g'oya bilan Eron yordam berdi. Albatta u ichkarida Shia sunniy janjali to'poloni sun'iy shakllantirilgan edi. Chunki Shia ham sunniy ham o'z o'rnida bir bilan ko'rishsa savdo sotiq qilaveradi, oldi berdi qilaveradi. Muammosi yo'q edi. Lekin buni diniy tus berish kerak edi. E'tiqodiy tus berish kerak edi. Shu e'tiqodli tus berishdi. Orada IShIDni tashkil qilishdi. IShID, Daesh u chiqib Iroqni parokanda qildi. Orada o'sha liderlarni yo'qotib berish kerak edi. Chunki liderlar yo'qolsa, xalqni boshqarish oson. Qazzofiyni qatl qilishdi. Saddam Husaynni osishdi. Qurbonlik hayit kuni ostirishdi. Va Suriyada 15 yillik urushni tashkil qilishdi. Liviya cho'kdi. Iroq cho'kdi. Suriya qilqillab turdi, oxiri uni ham cho'ktirishdi. Cho'kkandan keyin Suriyani tepasiga kim olib kelib qo'yishdi? Ha? Biz Izrail bilan urushmaymiz degan bitta odamni olib kelib qo'yishdi. Bir paytlar Daeshning ichida bo'lgan, keyin Jabhatun Nusraga o'tgan, keyin kelib hozir Suriyaning prezidenti bo'ldi, Ahmad Sharaf. Bir paytlar Juloniy edi. 10 million dollar bo'yniga tikilgan odam edi. Bular xalqlarni ichida qo'zg'olon qilib, odam o'ldirib, musulmonga qayrab, zaiflashtirib bergandan keyin vaziyatni ko'ryapmiz mana. Endi Suriyada problema yo'q. Suriyani zaiflashtirib 6-7 ga bo'lib tashashgan. Liviya 2 ga bo'lingan. Sharq, g'arb yoki shimol, janub bo'lib bo'lingan. U ham o'zi bilan o'zi ovora. Iroq zotan yo'q. Iroq degan davlatning o'rni yo'q hozir. Eski davrda o Muhammad ibn Abdul Vahhoblarni kirib kelish davrida zotan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiya o'lkalari hammasi bularni izmida. Eskidan bu sistemani qilib kelishgan. Problema, muammo davlatlar Iroq bilan Suriya edi. Va shu bilan birga Eron edi. Eronni ularga bahona qilib bu ikkitasini ya'ni o'rtasida sunniy Shia problemasini ko'tarib bir-biriga o'ldirtirdi. Abu Salohlar mana shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Abdulazizlar shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Ha, Abul Validlar chiqib gapiringlarchi endi. O Abul Validlar chiqib aytinglar, xalqdan uzr so'ranglar. Odamlarni hissiyotiga o'ynab, bir tomonlama yoritib, xalqni aldagan ekanmiz. Bizni ma'zur ko'ringlar. Qiyomatda bu vabol bilan ketmaylik deb yengillatinglar gunohinglarni. Yo'q, aksariyatida insof yo'q. Aksariyatida insof yo'q. Bir gap bo'lardi ketyapti. Xuddi shu hissiyotga urg'u berib, yoshlarni Suriyaga kelinglar, mazlumlarga yordam beramiz qilib chaqirishib, mana ahvol. Mazlumni 2 karra mazlumga aylantirishdi, borib olishib. To'g'rimi? To'g'ri. Endi shuni kichkina formati O'zbekistonda qilinyapti. Kichkina formati. Abu Salohlarni o'rniga Siroj medialar chiqyapti. E'tiqodi tushunchasi boshqa odamlar, lekin Siroj o'sha axboriy instrument bilan
xalqni hissiyotiga o'ynayapti. Xalqni hissiyotiga. Nimaymish? Yechintirilgansiz. Qo'pol bo'lsa ham aytamiz, siz yechintirilgansiz. Ichki ishlar sizni yechintirgan. Ichki ishlar dan o'lik chiqqan. Ichki ishlarni tarafini olganlar saroy mulla. Mana shu narsalarni ko'pirtirishdi. Men hukumat ya'ni mutasaddilaridan so'rab qolaman. Xalqimizni kelajagi zimmanglarda, voy do'stlar. Bu mas'ullar. Bunga o'xshagan narsalarga jiddiy qarash kerak. Davlat kuchli bo'lishligi uchun xoinga jiddiy jazo berish kerak. Xoinni kechirib bo'lmaydi. Xoin bular. Bular tashqaridagi eltuz-meltuzga o'xshaganlar bilan aloqada bular. U yoqdan men generallarni qo'lga oldimman, ular meni aytganimni qilish kerak deb o'tiribdi anavi. Gey tuzni 3-4 ta geylari. Ular xohlaganini gapirtiryapti, axboriy maydon tashkil qilish. Mutasaddilar bunga qarash kerak. Chunki sizlarga ishonib, sizlarni saylaganmiz. Sizlarni mana shu xalqni tepasida mas'ul ekaninglarni tan olganmiz. Bir ma'noda e'tirof qilay, hozirgi kundagi komanda zo'r. Shaxsan prezident janoblari, u kishini atrofidagi ziyoli insonlar zo'r ketyapti. Tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham O'zbekiston imijini ko'tarib boryapti. Gap yo'q. Xalq ichida ba'zi odamlar Dubayda janjal qilib, u yoqda ba'zi ishlarni qilib, imijiga putur yetkazib qo'yishga harakat qilyapti, lekin baribir O'zbekiston o'zini imijini ushlayapti. Alhamdulillah. Bu xursand bo'larlik. Lekin ichimizdagi xoin harakatlari, qo'zg'olonga bo'lgan urinishlar jiddiy taftish qilinishi kerak. Jiddiy taftish qilinishi kerak. Men xalqimizni aldayotgan odamlarga qarshi mujodarada charchamayman. Chunki biz da'vo qilib qo'yganmiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es.